Hammaga salom. Bugun men quyosh stansiyamizning metall konstruksiyasi qanday yig'ilganligini ko'rsataman. Metall konstruksiyamiz 2 ga 4 profildan yig'ilgan. Profillar polni kraskalangan. Mana ko'rishingiz mumkin kraskamiz sifatini. Bunga qo'shimcha ravishda 1 ga 6 sim bilan mustahkam qotirilgan. Mana tortib sifatini tekshiryapmiz. Mana metall konstruksiyamizning holati. Buning metall konstruksiyamizning orqa qismini ham tekshirib ko'ramiz. Mana simni tortib mustahkamligini tekshiramiz. Albatta mustahkam qotirilgan bu profil sifatli kraskalangan. Agar siz ham quyosh stansiyangizning xuddi shunday mustahkam metall konstruksiyasini bo'lishini xohlasangiz, bizga murojaat qiling.